Hello, hello. Let me tell you something. Bugun sizlarga bitta narsa haqida gapirib bermoqchiman. Ya'ni overthinking. Overthinking haqida eshitganmisizlar? Overthinking degani bu misol uchun bitta oddiy kichkina narsa ustida qaror qilishimiz kerak bo'lsa yoki am, biror narsa qilishimiz kerak bo'lsa, o'shani ustida 10 soat o'ylab, har xil xayollar, u yoq tarafni ham o'ylab, bu yoq tarafni ham o'ylab, oxiri shu ishni qilmaymiz. Overthinking aslida o'ylaganimizdan ko'ra juda ham ko'p odamda bor. Hammamiz overthinking qilamiz va oxirgi 1-2 kun ichida umuman overthinking qilmadim. Ya'ni oxirgi 2-3 kun ichida judayam qanaqadir shamolladim, juda kasal bo'ldim, ish qilib umuman holim yo'q, hech narsa qila olmadim va hattoki ovqat ham qilmadim. Ya'ni ko'pincha unaqa ovqat qilaman uyda o'zim. Nimaga? Chunki asosiy sabablardan bittasi pul ketkazmaslik. Ko'chada ovqatlansam juda ham ko'p pul ketadi. Lekin oxirgi 2-3 kun ichida ovqat qilishga holim bo'lmadi, ko'chadan ovqatlandim. Dars qilmadim umuman. Telefonda mana bunaqa Instagram, YouTube ko'rgim kelsa ko'rdim va bunda hech qanaqasiga o'ylamadim-da, 1 sekund ham o'ylamadim. Prosta ko'rgim kelyaptimi? Ha, ko'raman. Dars qilishi, misol uchun ertadan keyin imtixonim bor, dars qilishim kerak. Dars qildim va o'sha qilayotgan paytim qaradim. Fokus qilishim qiyin va bu dars qilayotganim umuman efficient emas. Bunaqa holatda shundoq notebookni yopib, всё ish qilib overthinking bo'lmadi va it is so much better guys. Bunaqa вообще mazza, ya'ni mazza deganim bu yoqda overthinking qilayotgan odam qiynalib ketadi-da va bu sizga hech qanaqa natijani olib kelmaydi. Ya'ni bitta narsa ustida qancha ko'p o'ylasangiz ham baribir o'sha narsa holiligicha qoladi. Prosta shu narsa bo'ladigan bo'lsa, qaysi tomon yaxshi ko'rinsa o'shanga trust your intuition. Intuitsiyangizga qarab, o'shanga qarab follow qilish kerak ekan. Hozir ancha yaxshi bo'lib qolganman, Xudoga shukr. Va shuni aytmoqchi edim, bu bitta tajribam bo'ldi meni.